Assalomu alaykum aziz ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimiz labirint deb ataladi. Bu metod hamma fanga demak birdek mos tushadi. Xohlasangiz siz alohida o'quvchini chiqarib so'rashingiz mumkin, labirintda ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz esa guruhlarga bo'lib aynan bu metodni o'tkazishingiz mumkin. Bu qanday metod? Siz mana bunday labirintni men o'zim internetdan demak topib oldim, qo'yasiz. Hamda mana bunday qilib har xil joylariga mana xuddiki bu to'siqlar qo'yib chiqasiz. Siz o'quvchini chaqirasizda, mana bu yerga men savollarni tayyorlab qo'ydim. Mana bu yerga. Va bu yerdan demak savolni tortishadi. Savolga javob bergandan keyin siz o'chirasiz. Keyingi o'quvchi chiqadi, yana savolga javob bersa, keyingi to'siqni o'chirasiz. Qaysi jamoa birinchi yetib kelsa, o'sha jamoa demak g'olib hisoblanadi. Xohlasangiz bitta o'quvchini chiqarsangiz, o'quvchi o'zi bitta demak labirintdan chiqib kelishi lozim bo'ladi. Ayni paytda men 3 ta jamoaga bo'lganman va birinchi jamoaga yuzlanaman. Mana hozir 3 ta jamoada o'quvchilarim bor. Hozir endi birinchi bo'lib keling Madina. Metonimiya bo'ladi, chunki bir qadah sharbat yoki suv ichiladi. Yaxshi. Ikkinchi jamoadan Dilrabo keling. Tarvuzning bitta kosasini ol. Hop. Sinik to'g'ri. Yo'q. Metafon. Metafora bo'lardi. O'tiring, o'zlarga nima qilmaymiz, o'chirmaymiz. Hop. Hozir oldinda birinchi jamoaga deyap parchalar kelingchi. Esiga buloqning ko'zi ochildi. Yaxshi. Ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. Natijalarga ko'ra birinchi jamoa bitta ham xato qilmadi. Ikkinchi o'rinda esa uchinchi jamoa va uchinchi o'rinda esa bu ikkinchi jamoa bo'ldi. Agarda siz alohida o'tkazmoqchi bo'lsangiz, printerdan xuddi mana shunday labirintlarni demak qog'ozga chiqarasiz, bitta partaga bittadan beri savollarni o'ziga stikerlarda yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu juda ham samarali metod hisoblanadi. Darslaringizda albatta qo'llab ko'ring. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.